9-paragraf. Uchburchak medianasi. Bosdingmi yanada? Uchburchak medianasi qaranglar. Uchburchak mediananing xossalarini o'rgataman. Qarab turibsizlarmi? Qaranglar, mediana degan nima bo'ladi? O'zi tushgan tomon teng 2 bo'ladi. Mana bu A bo'lsa, mana bu ham A bo'lib qoladi. O'zi tushgan tomon teng 2 bo'lakka ajratadi. Yuzani ham teng 2 bo'lakka ajratadi. Tushunarlimi? Mana bu ham S taqsim 2 bo'lsa, bu ham S taqsim 2 ga ajratadi. Va yana bitta xossasi bor mediananing. Medianar kesishgan nuqtasidan 2 bir nisbatda ajraladi. Masalan, m bo'lsa, mana bu 2m bo'ladi. Mana bu yergacha 2 bir nisbat degani, mana buni bunga bo'lsalar 2 chiqish kerak degani. Mana bu 2a bo'lsa, mana bu a bo'lib qoladi. Mana bu 2b bo'lsa, mana bu nima bo'ladi? B bo'lib qoladi. Tushundingmi? Endi qaranglar. Xossa bu. Keyin 3 ta mediana uchburchakning yuzini teng 6 qismga ajratadi. Mana bu ham S taqsim 6. 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 Bu ham S taqsim 6 chiqadi. Tushunarli? Tushundilarmi? Hammasi teng bo'laklarga ajraladi mana ichkaridagi kichkina bo'laklar. Hammasi teng bo'ladi. Endi ikkita xossasini tushundik medianada. Yana nimalar bor edi? Xo'p, ketdik. Endi misollardan boshlaymiz. Birinchi misolda aytayapti. Mana bu x bo'lsa, mana 5 deyapti. Bu mediana deyapti. Mana bu 5 bo'lsa nima bo'ladi? Bu ham 5 bo'ladi. Все. 3. B bo'lsa, mana bu S ku. Mana bu x, mana bu 6 deyapti, to'g'rimi? Xo'sh, mana bu 6 bo'lgandan keyin 2 bir nisbatda bo'linadi dedikmi? 2 bir nisbatda bo'linsa, mana bu 6 bo'lsa necha bo'ladi mana bu? 12 bo'ladi-da. Mana bu 6 bo'lganicha mana bu 12 bo'ladi. Chunki nima? Chiqqan tomoni kattaroq bo'ladi. Mana bu yerda o'rtadan bo'lingan joyi undan keyingisi kichkina bo'ladi. Eslab qolish uchun. Tushunarlimi? Mana bu A bo'lsa, mana bu 2A bo'lishi kerak. Mana bu 6 ligidan mana bu necha bo'ldi? 12 bo'ldi. Bo'ldi, javob mana shu. Endi qaranglar. 7. X bo'lsa, mana 7 bo'lsa, mana 4 bo'lsa. Endi qaranglar. Bu x so'rayapti. Mana bu 4ligidan mana bu 8 bo'ladi desam ishonasizlarmi? Mana bu 4 mana bu 8. Endi mana buni 90 deganda buning kvadratiga, buning kvadratini qo'shsam, buning kvadrati kelib chiqadimi? 8 ning kvadrati plus 7 ning kvadrati teng x kvadrat bo'ladi. 64 plus 49 teng x kvadrat bo'ladi. Ikkovini qo'shsak necha bo'ladi? 13 bir yotda 113 bo'ladi. Teng x kvadrat. X necha bo'ladi? O'zasi 113 bo'ladi. Все. Endi 9-misol. 30 mana bu x ekan. Mana bu 36 ekan. Mana shunday bo'lsa, x ning qiymatini topish kerak ekan. Og'irlik markazi deyapti. Keyin ham mediana ham bisektorsa bittada bo'lishi uchun qaranglar, bitta xossalarni ham aytib qo'ying. Mediana bisektorsa balandlik bitta nuqtada bo'lsa, u teng yonli bo'lgan bo'ladi. Mana bu yer 30 bo'lsa, shundan bu ham 30 bo'lib qoladi. Mana bu yergacha x bo'lsa, bu yer necha bo'ladi? X taqsim 2 bo'ladi. Qaranglar, mana bu yer shu 36 bo'lgani uchun mana bu yer 18 bo'lib qoladi shunda. Bu yer ham 18 bo'lib qoladi. Buning endi yozadigan bo'lsak, mana bu yer 30, mana bu yer 18, mana bu yer necha bo'ladi? 3x taqsim 2 bo'ladi. Mana bunga, mana buni qo'shsak, to'g'rimi? Endi buning kvadratini esa bunga tenglaymiz. 900 324 teng 9x kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Ayirsak necha bo'ladi? 900 dan 324 dersak 6, 9 dan 2 576 ha? 9x kvadrat taqsim 4. Bitta ildiz olsak ikki tomondan. 3 taqsim 2x, mana bu nima bo'ladi? 24 bo'ladi. Bu ketsa 8 qoladi, 8 kirek 16 bo'ladi. Tushunarli? Mana shunday.
13. Mana bu x bo'lsa, mana bir 8 ekan, to'g'rimi? Shu yerda x topishimiz kerak ekanda. Yana bitta xossasi bor. To'g'ri burchakku bu. To'g'ri burchakdan chiqqan mediana gipotezang yarimga teng bo'lishi kerak-da. Mana bu yer jami 8 bo'lgancha bu to'g'rimi? Shunda mana bu yer 12 bo'lsa, mana bu yer ham nima bo'lishi kerak? 12 bo'ladi. Mana bu yer ham shunda 12 bo'lamiz. Jami nima bo'ladi shunda? 24 bo'ladi. Bo'ldi, все. 15. 12 qayerdan topdingiz? O'zi Mana bu yer 8ligi uchun mana bu yer to'g'ri bo'lyapti. Tushundingmi? Chunki 2 bir nisbatda bo'linadi-ku medianalar. boshqa joyda 12 Mana bu yer 8lik uchun mana bu yer to'g'ri bo'lib qolyapti. Keyin to'g'ri burchakli uch burchakdan chiqqan mediana gipotezang yarimga teng degan xossa bor. Mana bu yer 12 bo'lgani uchun mana bu yer ham 12 bo'ladi. Mana bu yer ham 12 bo'ladi. Ya'ni gipoteza mana bu yer 12 ligidan gipoteza 24 bo'lib qoladi-da. Shu xossalarni o'rganib ketish kerak. 15. Ona tilidan tavakkaldan berib yuboradi-ku, matematikadan unaqa emasligini ko'ryapsizlarmi? Bilib ham olish qiyinroqda. 15. 12, 16. Mana bu x. Ana shunday bo'lsa, x qiymatini topishimiz kerak ekan. Buning kvadratini qo'shsak nima bo'ladi? Mana bu 20 kelib chiqadi. Mana bu x lik uchun mana bu yer necha bo'ladi shunda? X taqsim 2 mi? Ha? Bo'ldi. Endi bu x taqsim 2 nimaga ham teng yana? 10 ga desang teng desam tushunasizlarmi? Sababi qaranglar. Mediana gipotezang yarmiga teng bo'lardi-ku. Mana bu 20 bo'lgani uchun x taqsim 2 teng 10 bo'lib qoladi. X teng shundan 20 bo'lar. Mana bu x so'raganda bizdan mana shu x teng 20 bo'lyapti shundan. 15 tushundik-a? Endi 19 ni ko'ramiz. A bassa bo'lsa. Mana bu 4, mana bu 12. Mana bu 8 mi? Mana bu 6 bo'ladimi? Mana bu 60 gradus ekan. Mana bu 8, mana bu 6 ligidan qaranglar-da. Bizdan umumiy yuzani x so'raganmi? X mana bu yerda. Qaranglar, mana bu 4 berilgan-ku. 4 berilgani uchun mana bu necha bo'lyapti? 8 bo'lyapti. Mana bu 12 berilgani uchun bu necha bo'lyapti? 6 bo'lyapti. Endi bizdan mana bu tomonni so'rayapti. Buni qanday topsak bo'ladi? Kosinuslar teoremasida. Mana qaranglar, kosinuslar teoremasi bo'lyapti. 6 mana bu 8, mana bu 60 gradus, mana bu x bo'lyapti. X kvadrat teng mana buning kvadrati 36 plus mana buning kvadrati 64 minus 2 ko'paygan 48 kerak kosinus alfaning o'rniga 1 taqsim 2 bo'ladi. Bular ketsa 2 100 minus 48. X kvadrat teng shu. X kvadrat teng necha bo'ladi? X teng necha bo'ladi? 2 ildizli 13 bo'ladi. Mana ki. Mana 19 shunday bo'ladi. Endi qaranglar. Sadring qiymatini toping debdi 20 da. A bo'lsa 3 burchakda deyapti. A bo'lsa 3 burchakning B uchidan A'si asosga B'da mediana tushirilibdi. B'da mediana. Agar A'si 12 bo'lsa 6 dan bo'linadimi? Sadring qiymatini toping deyapti. Shuni so'rayapti. X teng necha bo'ladi? Shuni 6 bo'ladi. Qaranglar, mana shunday tushirilgan deyapti. Mana jam 12 deyapti. Mana shunda mana bu so'kchaning qiymatini top deyapti. Bu necha bo'ladi? 12 bo'lgani uchun mediana teng 2 ga bo'lib qo'ygani uchun 6 bo'lib qoladi. A bo'lsa shu burchakning A uchida deyapti, A da mediana tushirildi deyapti. A B S uch burchakning deyapti. A uchidan A da mediana tushirilibdi. A da mediana tushirildi. Agar G mediana kesishgan nuqta bo'lsa, G degan og'irlik markazi, ya'ni medianalar kesishgan nuqta o'sha yerdan o'tadi. Tushunarlimi?
Bo'lsa GD ni top deyapti. GD. Mana buni so'rayapti. Savol tushunarli? To'r deyapti ekan mana bu yerda. To'r bo'lsa AG ni so'rayapti. AG nima degani? Mana bu yer to'rligidan mana bu necha bo'ladi? 8 bo'ldi. Qiyin emas-a? Bizda mana buni so'rayapti-da, 8 ni o'zi bo'ladi javob. X teng 8. 23 ketdi. 28. Muntazam uchburchakning tomoni 6 ildiz osti 3 ga teng, bu ham 6 ildiz osti 3 ga teng, bu ham 6. Muntazam degani hamma tomon teng degani, tushunarlimi? Bir uchidan chiqqan mediana uzunligini toping deyapti. Bir uchidan chiqqan mediana uzunligi mana shunday, xullas. Qanday bo'ladi? Mediana balandlik baribir bir xil bo'ladi dedikmi? Shu mediana teng ikki bo'lgani uchun 3 ildiz osti shu mana bu. Mana bu h bo'lib qoladi-da. H qanday topiladi? H kvadrat plus mana buning kvadrati 27 teng, mana buning kvadrati necha bo'ladi? 36 kir 3 108. H kvadrat teng necha bo'ladi? 108 27. Qilgan shu ekanda, hech narsa hal bo'lgan yo'q-da hali. Dalish harakat qilamiz. 108 minus 27. 108 81 bo'ladimi? H kvadrat teng 81. H teng 9 bo'ladi. Bo'ldi. Shuni so'rayapti bizdan. Mana buning kvadrati. Yigirma sakkiz tushundik-a? Endi qaranglar, 31 ni ko'rsataman. Olti, sakkiz, 10. X deyapti. Qaranglar, mediana o'zini original topadigan bitta formulasi ham bor-da, o'shani o'rgatay. M 8 ga tushgan tomoni formulasi 1/2. Ildiz osti 2 ko'paygan A. Mana bu A. Mana bu B, mana bu S bo'lsa 2 A kvadrat plus B kvadrat minus S kvadrat degan formulasi bor. Medianani. Tushunarlimi? Masalan, MC deb qo'ying, formulaga oid bo'lsin. Masalan, bu tomonga tushgan medianani topishga formulasi kerak bizga, to'g'rimi? MC deb yozib olasizlar. 1/2 formulada, 2 ham formulada. A kvadrat B kvadrat. Ikkita tomonlar kvadratlari, qarangiz. Kvadratlari mana o'rta minus S kvadrat bo'ladi. 1/2 bo'ladi. Ildiz osti 2 ko'paygan. Mana buning kvadratlari necha bo'ladi? 136 mi? Minus S kvadrat, ya'ni 64 bo'ladi. 1/2 ko'paytiringlar necha bo'ladi? 272. Bundan ayringlar qani? To'rtga bo'linglar. 52 mi? Ana 6 bu yoq 8 mi? 1/2 ko'paygan. 2 chiqadi, ildiz osti 52 bo'ladi dedikmi? Ulam ketadi. 2 ildiz osti 13 bo'ladi-da shunda. Bo'ldi, shu javob. Tushunarlimi? Medianasi mana shunday bo'lyapti. 31 shu. Endi 34. To'rt, 5, 3. Pifagorga qo'yib chiqsak bo'lmaydi. Kalla qo'yavermay. Mana bu x shuni so'rayapti. Mana mediana ekan. Mediana formulasiga qo'yib yuboraylik-a? Mediana bor bizda 3. 3 teng 1/2 ildiz ostida 2 ko'paygan. Mana buning kvadrat, buning kvadrat, buning kvadrat, to'g'ri? 16 plus 25 minus x kvadrat. Mana. Ko'paytirsak 6 ning kvadrati 36. Yo'q-aka. Hozir. 41. 82 minus x kvadrat, to'g'rimi? X kvadrat teng 82 minus 36 bo'lyapti. 82 dan 36 ni ayirsak necha bo'ladi? 6. 7 dan bu necha bo'ladi? X kvadrat teng 46.
x teng ildiz osti 46 bo'lar ekan. 34 tushundingmi? Endi 38. 40 tasini ishlab berasizlar menga. A B S bo'lsa mana x mi? Mana bu 4. To'g'rimi? Mana bu 16. Mana bu 5. Shundan mana bu 4ligida mana bu 8 desam bo'ladi. 5ligida mana bu 10 bo'ladi. 16ligida mana bu 8 bo'lib qoladi. Kichkina bo'lakchasi-ku bu. Endi bizlar x so'rayapti mana bu x da. Bu ham x bo'lib qoladimi shunda? Keyin qaranglar, mediana formulasi bittada qo'yib yuboramiz, chiqadi ekan. Qaranglar. Bu mediana 8 teng, to'g'rimi? 1 taqsim 2 ildiz ostida. Buning kvadrati 2 ko'paygan 64 plus 100 minus nima bo'ladi? 4x kvadrat bo'ladi. Mana buni ko'paytirsak nima bo'ladi? 16. 16 ning kvadrati 256. 2 ni ko'paytmasini necha bo'ladi? 164 ga 2 ni ko'paytirsak 8. 12 bir yotdagi bilan 328 bo'lar ekan. 4x kvadrat teng 328 minus 256. 328 256. 72 mi? X kvadrat teng necha bo'ladi? 18 bo'lib qoladimi? X teng 3 ildiz osti 2 bo'lar ekanda. Bizdan x so'ragan-ku. Shuning uchun javob shu. Qaranglar. Mana bu hamma kichkina bo'lakchalar berilganda, mana bu 4lik uchun bu 8 dedim. 16lik uchun bu 8 dedik. Mana 5lik uchun mana bu 10 dedik. Keyin mana bu ham baribir mediana bo'lib qolyapti-da. Mana bu uchburchak uchun ham mana bu mediana bo'lib qolyapti. 8 teng 1 taqsim 2 ildiz osti mana buning kvadrati va mana buning kvadrati va buning kvadratiga teng deb oldik mana formulasi. Bitta formulaga qo'yapmiz. Buni ham hammasi bitta formuladan chiqyapti. Mana bu. Bular hammasi bitta